Assalamu alaikum tuğanlar. Жалпы біздің YouTube көрушілер, Ağlam Kavar kanalımыздың қатталушылары, қандайсыздар? Айтылы Ноқат жергесінен салам айтамын. Бүгін 2024 жылдың 17 ноябрь күні болып қалды. Аптаның бүгін демалыш күні, сағаттың жебесі 10:29. Мен сіздерге бұл чарышта туғандар, бір лайкты баспаңыздар, аябай. Бекер болған лайкты. Шундай ешкілерді, аяқта қойларды бер тартып берейін. Негізі бір ай 100 болып қалды оқиды, базарға түшелек біз. Ешкі қой сүйішчілер бір группаларға бөлішіп қойыңыздар. Така қанша екен боласы? 15 мың. Тишише? Яқта ешкілер кімден? Сізден mi falan? Ешкілер. Мына така қанша? 10 мың соң. Улақ шапқан ал от шағы? Улақ ал от шағы? Көрерің, көрерің. Soyuşma kaçsın, soyuşma. Soyuşma kaçsınlar? Oğlum soyuşma. Soyma. Alo. O en aldı, en artı kaç yaşlar? Arkası 7,5 мың сом, aldı 11 мың сом. Aldı 11 мың сом, arkası 8,5. Bazar bugün yaxşıladı. Bazarga yem kirdik de. Ulaq bu. Alban qarma. Sekin qarma. Puttan qarma, puttan. Ya na. Ya na. Ondan boyundan yem. Kökürögüne qarma. Mına. Açana. Ya. Onda bu koydun. Ne öğreniz mi? Vallahi. Ha, balanız mı? Bir ulağa peresen bu. Ula eski kimden bu eski? Eski kimden eski tokol? Bugün eski tıkılıp kettir o. Ne tokol eski? Kaçadan eskiniz? 10 bin kam var. Kişini bitti tartıp koydu. Yüzünü körüyle korkup ettin mi? Ya bu kız da kız. 40 yaş mı? Toyunda paptıra? Yakın. Kaça dediniz? 10 bin kam var. 10 bin. Yeti daha jakşıkına. Töröganda kıynalmay, tuğanda. Olar Nasıl? kısır. Kısır. Olam 10 kam var. 10 kam var. Olar şonda işte 4 kişi girsin. Yetişemiz. Yetişemiz. Bunlar 8 kam var. Çevçek. Çevişiniz 8 kam var. Çevişiniz niyeti jakşıkına. Yetişemiz. Ulan bolası deyim dur. Bazar qanday yaxshi? Bir tartib chiqaylikmi? Ağlam Kavar degan. Bularimiz qancha? 10 kam var. 10 kam. Yeti yaxshi ekan. Atakangizchi? Takadalı onu. Takadili onu. Yaxshi. Mına beleriktik akam qo'lim qarmab qo'yin. Assalomu alaykum. Yo, qandaysiz? Uchrashib qo'ydik, sog' yaxshi. Sorun yaxşı. Bizning ko'ruvchilarga ne deysiz bugungi bozorda? Pazar bugün udağa şur yaxşı. Yaxshi. Yaxşı. Savdo. Olib sotadi, yaxshilar. Qanday ish ko'rmoqdingiz? Echkileri pul boluda. Takao. Echki. Echki, ha? Dana qo'pinimiz, ha? Yeti kuchli bu. Sizniki qaysi? O ne ko? Qaysi ku? Ne iki tamam. Ha, oq bu. Do'kotang takao. Uloqa lotcha. 15 deyim. Bir qo'shni. Sharim qilib narısını 12 qildi. Narxini jandagini 12 qildi. Ma 13. Ana 14 qildi. Qaysini? Mana. Nanu. Bu da sizdenmi? Yo'q, ana. O'rtaga bermaydi. Ular tish qanday? Mana 6 chiqsa kerak. 6 tish. Chishadi. Boqish kerak, ha? Farman. Qaysini bo'lsa? Qancha qildi? Nanu. Ochdim bu. 13 men. Ana takay. Uloqa chava berdik. Uloqa chava beradi. Yo'q, soqolida chiqardi. Qo'shni. O'tirib berasizlar yillar. Asosan Mana takay 14 ming so'm berib qo'ydi. Onlar 14 ming so'm beribdi. 6 tish deydi. Bu yoqda savdo oldi.
Neresi motor? 14 ming so'da o'rta. 14 mingga bermay qo'ydi. Qara. O'tib ketaylik. Qancha buni echkingiz, ey? Yetishir. Ha, Meta turaman olmasa. qancha? Echki olimdachi. Qancha oldi? 10.600 so'm. Yo'q-ku. Echki. So'yishqa o'zi boqqan u. Boqqan. 10.600. Tish qanday ekan? Ikki chicha. Ikki tish, ha? Ha. Так, echkilar bitta ham, qo'ylar zakotayilchi. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Сатылдыбы? Qancha oldu? 24,5. Екі тиші екен, ha? Qo'shqa 24,5 deydi. Ta, qo'ylar zakotimiz. Kim aka, biz kelib qoldik, like-dan bosingizlar. Qancha va buningiz? Qo'y bu? 15 mingga oldim, ey. 15 mingga oldingiz. Kishi bormi? Jash qo'y. Ha, jash ekan, jash ekan. Jash qo'y. 6 tish qo'y. 15 ming oldu, ha? Eti yaxshi ekan, ha? Eti yaxshi ekan. Azmaz bersa satar. Havoda. Yaxshi. Qaysi xabarlar? Olam qavardi ekan. Xabar. O'tib ketaylik, ha? Do'qatdan salom. Bo'ldi. Ovqatdan salom. Bozor yaxshimi? Assalomu alaykum. Qo'ylaringiz qanchadan? Qo'yam? 16,5 bersin. 16,5 ga berib aytasiz. Jashli? 4'ten 6'a. 4'dan 6'ga. Qo'ya bu la? O koy. Qo'ya. 13,5'dan beri. 13,5dan. Yaxshi. Farqingiz eti yaxshi ekan. Yo, qancha oldi qo'y? Ha? 17. 17 ming bo'lib turishga qo'y. Tak, buna qo'y so'raganlar. Kelib qoldik. Assalomu alaykum. Taqsilar qanchadan bular? 12 dan da otaman. Qo'sqo'shqor bular? Yo'q, urg'achi. Ha, urg'achi. 12 dan deydi ham. Qaysini tish qiymildaylar ekan. Nima bo'ldi? Qanchada o'tasiz? 20 ming. 20 ming. Urg'achi ekan. Sodangizni bersin. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bular? 14 dan. Urg'achi qo'ylarmi? To'qlar, ha? 14 dan deydi. Bunda. Bo'ldi, sodangizni bersin. Qancha? Chaqirli 16 da otamiz. Jaqin 16. Dishicha? Tishi o'rtacha. O'rta. Qo'ya? Qo'y. 16. 16. Qaysi soda o'tadi? Bir sodangizni tartib beraylik. Bermaydi. Buni tanam tas. Hozir 27 ga olsa Ekomi? saltasmi? Mayli. Ekoni qancha berdi? Buda kishnara kerak emasmi? Qancha berdi ekoni? Cho'g'ran beraymi? Kishnara kerak emasmi? Yo'q, oyoqqa kerak ekan. Bo'ldi. Sizlar eshitganingiz bormi? Men oldim o'sha. Ber, ey. Aka, buna guvak turadi. Erta men 14 kun bor. 28 ga bermadimmi? Hozir 27 ga beraman. Yo'q, bermaganim yo'q. Aka, mayli do'stim. Bozorda anaga. Bozor shunisi men qiziq. Yigitni ham tortib qo'y. O'ta savdo kerak. Ha? Qancha bular? Eti yaxshi-ku?
Yeterdim. 8 kan var. 2 On tiş sekiz. koy. İki tiş koy. Yıldız Durgan alıp satar maşallah. Ha yıldız alıp satıp koy ya. Tamam sözünü aldı oldu. Oldu. Kaça koy? 13 çaka. 13. Tamam. Toktu mu? Yok. Kaç var mı? Koz lan. Yaxşı. Qancha verdi bozor? Pazar 11 lira. Bozor 11. Bo'ldi, sodağınız versin. Qancha oldu? Satılmadı. Satılmadı deydi. Toktu var bular? Toktu da. Qanchadan? 10 ming bo'ldi. Bu 12,5 ming bo'ldi. Bu 12,5 mı? Yaxşı. Qoldi qarma. Ha. Qancha verdingiz? Böyle işte. Yonib ketami? Qancha oldu? 12 deyapman. Siz qancha verdingiz ama? Beralmay aytasizmi? Ha. Mana qo'y bu? Qancha bu qo'yimiz? 17. 17. Tishichi? Yashil o'xshaydi. Nozak tish. 15. 15. Etteri yaxshi ekan. Yaxshi, sodağınız versin. Az çoğun qo'shqorlar zaqada o'tamiz, tuğanlar. Qiziqqanlar ko'p turamiz. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Taqsirlar. Olam tuğu keldi. Olam qo'yar, ha. Qanchadan bular? 20 kan. 20. Tishichi? İşi 6. 6. Qo'y ha? Buningizga 2 tish. 2 toktu. Qanchadan? 14. Var 18, bu 16. Bu 16, bu 18. Bunlar 25. Az 25. Ha. Çoğun qo'y ekan ha. Yaxshi. Gözlerini hem topuk olur. Ya sizdikilarchi, qo'y bu bular? Ama şu kişinin tartı. 18, 17. 17 yoki 18. Buna 18, ona 17. Ha. Ortalık tutkan, atlayacağım var o. Oyağı ufaktan canı şeker. Yaxshi. Biraz tart. Yetiden tart. Biri Özkan'da varat, biri Talas'ka varat. Ha, Talasqa da var o'tcha. Ha. Bo'ldi bular yigitlar. Tart o, betin tart. Bugün Özkan'da baralığa kaldı maşinası bugün. Ha, bo'ldi. Savdo qanday? Yaxshilar. O da yaxşı. Yaxshi. Ha? En yaxşı. Allohga shukr. Bo'ldi. Savdoingiz bersin. Qancha oldi va bunimiz? Qancha? Qo'y bu? Oy. 14 ming kam oldi. Yaxshi. Qancha bu qo'shqo'shqonlar? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Aloqa sizdanmi bular? Qanchadan? 20'dan. 20'dan ha. Yaxshi. Yeter yaxshi. Hem cho'ng qo'shqonlar joqada o'tamiz. Assalomu alaykum. Taqsir qanchadan bularimiz? 20'dan. Tish-chi? Bular jash 2 tishmi? 2 tish birga. Birga jash. Yaxshi. Tak, bu yoqqa o'lcham. Qo'shqonlar niye oldu ekan? Azayib qolibdi-a? Qo'y. Qo'shqonlar qanchadan ekan bular? Sotildi o'zi. 59. Tishi-chi va? Tish qanday ekan ha uni? Buldunu. Pul bermayapti yine. Tish. Bilmadingizmi? 2 tish ha? Так, молча. Qo'shqor qancha, palvon? 60 ming. Qani qanday qani buni? Paroda. Belgisizmi? Tishchi. Tek tishmi?
Çoğun ekan bu 2 çıkmasa. Oo, men 4 işli dep atdım. Oğlum sodanızı versin lan. Ha çoğun kaçkar. Qaysi soda oldu atabalar? Bir tartib qo'yar endi. Ha? Mana bundan turingchi. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 baş. 9 baş mı? Qancha verdi? 278. Qancha baş? 8 baş mı? 278. Tishichi. Balban tishi qancha bulardan? 2 tishdan 278 mingga tug'anlar. 8 başlı bir beyat atmak ya. 8 baş 278 ming. 2 tishdan ekan, No'qat mol bozori bu, No'qat qo'y bozori. Ha, soda o'rtada. Oldumda turib olib. Hozir josh qolsa chiqib. Etleri qanday ekan ha? Ko'raychi. 60 liradan düşüyor. Yok 80'den başlasanız bitir. 80'den fazla. Ya koy 80'den erkekçiler. Veriyorlar o sizin o doğru. Evet. 80'den Qanchadan to'g'ri keladi ekan shunda? 35 mingdan. 278 bo'ldi hozir. 280 bo'lsa, o'shanda 285 35 dan to'g'ri keladi ekan, ha? 280 ming bo'lsa 35 mingdan to'g'ri keladi ekan. Ha. Ha, yetteri yaxshi ekan. 280 ga da bo'lmaydi deydi hozir. Oho, mana. Ya qancha bu qo'chqor? Qo'chqorda 60 km var. 60 km var. Tishichi? Tishi 6 tish. 6 tish. Qanich parodasi? Gisar. yosh desa biz. So'mda o'tirib bir tartib qo'ydim. Ha, qo'ydim. Bu bo'lsa undan o'ylab qo'ysangiz. Ya. 1 metr aşık mı? Boya. Ya birden Buğutta jürgen mi? Böyle kaçtı var da. Demege soğuk kadar. Tak, onlar buna gel. Siz bulacağınız aytem oldu. Kaçadan hava mı? Boğaz kaça? 33. 33. Tişişe? 4. Yeti dadlı ekan, ha? Tığını bak ya bu. Tıkılıp kaptır ha. 8 bo'larkan 37. Bo'pti 2000 so'm qo'shdim. Tak, bunaqa tuğanlar, bugungi No'qatdagi qo'y bozorini sizlarga biraz bo'lsa da ko'rsatib berdim. Kanalga xat olib, so'z turda beringizlar, o'y fikr yozib, mana shu barmoqchani like bosib qo'yingizlar. Yana bola qancha oldi? Qancha oldi? Ha. 55 aldım. Bolasini 55. Erkek ekanda. Qancha oldi yana bola? 120. Bugun archa bayram bo'ldi. Assalomu alaykum. Jalpı bizden YouTube ko'ruvchilar, Olam Qor kanalimizning qatnashchilari, hurmatli jalpı bizning musulmon yurtdoshlar. Agarda kimda kim umraga boraman deb turgan bo'lsa, jo bo'lsa yaqinlarini, ota-onasini, bir tuğanlarini umraga jo'nataman deb turgan bo'lsangizlar, men sizlarga mana shu Umra Zamzam kompaniyasini sunushtayman. Assalomu alaykum hurmatli tuğanlar. Umra Zamzam firması biz 7-8 yıldan beri ishlab kelib жатабыз. Bizdin Oş, Bishkek, Talasda bizdin özümüzün ofislerimiz var. Bizdin acı başçılarımız var, ilimdүү, bilimdүү. Hurmatly tuğanlar, köpten beri ata-enеңizди umraga jiberem dep kıyaldanıp жүргөн болсоңуз, ал эми Umra Zamzam firması sizlerin kıyalыңызды орундаtat.
Албетте сиздерден жаратканга бир кооз ибадат болсун, бизден сиздерге кооз кызмат болсун. Умра Замзам сиздин ибадатыңызга толугу менен жардам. Ал эми бизге байланыш үчүн ушул номерге жазсаңыздар, биз сиздерге толук маалымат беребиз. Анан эгерде ким умрага бара турган болсо, буюрса ушул Умра Замзам компаниясынан ушундай сертификаттар да берилет. Салам алейкум.